Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, jo'ninglar sog'mi, salomatmisizlar qadrdonlar. Xudo xolasa mana jo'jalar mana shunaqa jo'jalarni xolasa boqilayotgan joyga kelganmiz. Akam xonadonlariga kelganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Andijon qora bu tovuqlarni jo'jalari. Mana shu holatda hozir 15-17 kun atrofida hozir kunda Ramazon 1-kunida xudo xolasa ko'rishib turibmiz. 19-fevral sanasida syomka qilyapmiz 2026-yil. Xo'p, holatlar ko'rishinglar mumkin. Andijon qora. O'sha barcha vaksinalarni qilishyapti, xudo xolasa. Bizda ham xudo xolasa biz jo'ja zakaz qilgan xudo xolasa oldindan pul to'lov xudo xolasa qabul qilamiz, qadrdonlar ko'rishinglar mumkin. Xo'p, 4 ta o'sha vaksinasi bo'ladi, xudo xolasa biz ham tumshug'ini kesamiz. Hozirda biz boqayotgan joyga kelib, prosta proverkaga kelib, o'zimiz uchun ma'lumot o'rnida video olgani kelganmiz, qadrdonlar. Mana bu tarafni ham ko'rsatib o'tamiz, qadrdonlar. Ko'rishinglar mumkin. Ular hammasi Andijon qora. O'sha zotlar Andijon qora. Bu yerda hozir 10 mingga yaqin soni, qadrdonlar. O'sha Andijon qora, xudo xolasa. Biz o'zimizda ham xudo xolasa bo'ladi, tuxumlarning inkubasiya qo'yganmiz 22-fevralda xudo xolasa chiqadi, xudo xolasa tuxumdan. Va haroratlari qadrdonlar. Namligi, boshqasi hammasini ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, qadrdonlar, bu tarafdagisi o'sha bir oylik atrofida bo'lib qolganlari, qadrdonlar. Ko'rishinglar mumkin. Bu tarafda yangilari. Kim mana shunaqa jo'jalarga qiziqayotgan bo'lsa, xudo xolasa qilib beramiz. Telefon raqamini qo'yib ketamiz. O'sha rozmakin aralashga xudo xolasa 20 ming so'mdan chiqadi bir oyliga. Tashqarilarda ham Astrolog Ruminskiy degan zotlar bor ekan akamda. Ko'rib o'zimiz uchun proverkaga kelganmiz. Bular yoshlar, menimcha bir 10-12 kunlik. Akam o'zlari yo'q ekali o'shani hisobiga o'zim olib video qilib ma'lumot o'rnida qadrdonlar ko'rsatib o'tyapman. Shunaqa gaplar. Juda xona issiq ekan, to'g'risi. Juda issiq. Mana Andijon qora. Ustoz xonadonlariga kelganmiz. Tomoshaga. Xo'p, qadrdonlar, mana shu zot o'sha Astrolog Ruminskiy degan zotlardan xudo xolasa tuxumlaridan, boshqasidan xudo xolasa zakazga xudo xolasa olib bersa bo'ladi. Telefon raqamlarini beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, o'zimiz uchun qiziqish uchun ko'rib maza qilyapmiz, qadrdonlar. Havo ham 15-17 gradusga o'zi chiqib qoldi, ko'ryapsizlar. O'sha Astrolog Ruminskiy degan zot bizda 3 oyligi bor hozir kunda. Video yoqsa bitta-bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, qadrdonlar. Rozini ko'ryapsizlar, o'ta katta narsa bo'lar ekan. Sonalari. O'zimizga masalan Andijon qora kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga bir oyliga bo'ladi, 20 ming so'm xorozmakin aralash chiqadi, qadrdonlar. O'zimiz telefon raqamini qoldiramiz. Kimga kim qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin, qadrdonlar. Hammaga kattakon rahmat. O mano te convocou, talvez cê tá com o popô. O mano te convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo.